Assalomu alaykum hurmatli Forsli kanali kuzatuvchilari. Yana bugun yangi dars bilan tanishamiz. Biz o'tgan darslar davomida fors alifbosidagi harflar bilan tanishgan edik. Endi bugungi mavzumiz fors tilidagi fonetika qismiga o'tamiz, ya'ni unli tovushlar bilan tanishamiz. Fors tilida 6 ta unli mavjud bo'lib, bulardan 3 tasi cho'ziq unlilar va 3 tasi qisqa unlilar bo'lib hisoblanadi. Cho'ziq unlilar o, i, u, qisqa unlilar esa a, e, ö bo'lib hisoblanadi. O'zbek tili fonetikasidan farqli o'laroq, fors tilidagi cho'ziq unlilar har doim so'z boshida, o'rtasida, oxirida kelishidan qat'iy nazar doim cho'ziq talaffuz qilinadi va qisqa unlilar har doim qisqa talaffuz qilinadi. Endi imlosiga keladigan bo'lsak, cho'ziq unlilar imloda quyidagicha ifodalanadi. Demak, birinchisi cho'ziq unlimiz o yozuvda alif bilan ifodalanadi. Bu o bo'ladi. Cho'ziq unlimiz i esa yozuvda ya bilan ifodalanadi va cho'ziq unlimiz u esa vov bilan ifodalanadi. Mana bu 3 ta cho'ziq unlimiz bo'lib hisoblanadi. Hozir avval 3 ta cho'ziq unlini ko'rib o'tamiz, keyin 3 ta qisqa unlini. Demak, birinchi unlini boshlaymiz. O unlisi mana ko'rib turganimizdek alif bilan ifodalanadi. So'z boshida kelganda ushbu o tovushini beradigan alif ustiga bitta mad belgisi tortiladi. Mana bundoq bo'ladi va so'z boshida mana shunday yoziladi. So'z o'rtasi va oxirida esa mana bu yuqoridagi belgi bo'lmaydi-yu, qolgan asosning o'zi bo'ladi. Hozir bunga misollar yozamiz. Demak, birinchi so'zimiz mana o, b. Bu ob, ya'ni suv bo'ldi. Yana bitta so'z yozamiz. O, z, o, d. Ya'ni ozod. Mana birinchi so'zimiz o, b, ob. So'z boshida bo'lganligi uchun ustiga mad belgisi tortilyapti. Ikkinchi so'zimiz mana o, z, o, d. Ozod. Bu yerdan birinchi harfda tepasiga belgi qo'yilyapti. Ikkinchi so'z o'rtasiga kelganida bu belgi yo'q. Bu ham o bo'lib hisoblanadi. Demak, so'z boshida ikkita misol, so'z o'rtasida bitta misol bo'ldi. Yana so'z o'rtasida kelganiga misol yozamiz. Keyingi so'zimiz mana b, h, o, r. Ya'ni bahor bo'lib hisoblanadi. b, h, o, r. Bahor. Demak, ikkita so'z o'rtasida misol bo'ldi. Endi so'z oxirida misol yozamiz. z, i, b, o. Zibo, ya'ni go'zal degani so'z oxirida kelyapti va yana so'z oxiriga kelishiga misol d, o, n, o. Demak, takrorlaymiz. O unlisi doim cho'ziq talaffuz qilinadi. 1. Ikkinchidan so'z boshida kelgan ustiga mad belgisi tortiladi. So'z o'rtasi va so'z oxirida esa hech qanday belgisiz o'ning o'zi yoziladi. Yana bir eslatamiz. Alif o'zidan keyingi harfga bog'lanmasligi tufayli ikki xil ko'rinishga ega. Shuning uchun bu yerda o d ga qo'shilmayapti, o r ga qo'shilmayapti va o n ga qo'shilmayapti. Demak, o bo'yicha takror: ob, suv, ozod, ozod, bahor, bahor, zibo, go'zal, ya'ni chiroyli, dono, o'zimiz ham ishlatamiz, dono bo'lib hisoblanadi. Endi ikkinchi unliga kelamiz. Ikkinchi unlimiz i bo'lib hisoblanadi. Yozuvda ya harfi bilan ifodalanadi. So'z boshida i tovushini berish uchun yadan oldin bitta alif qo'yiladi va u quyidagicha bo'ladi mana. Alifning o'zini yozamiz, yoni yozamiz va masalan nun harfini yozsak, bu in bo'ladi. Alif bilan ya i'ni beryapti, ne ni beradi. Ya'ni in. Bu degani ko'rsatish olmoshi. Ikkinchi so'zimiz alif, ya, ro, o, ne. Ya'ni Iron. Eron. Demak, bu degani, bu Eron degani. So'z boshida alif bilan keladi. So'z o'rtasi va so'z oxirida esa faqat yaning o'zi bilan bo'ladi, xolos. Bularga misol keltiramiz mana. M-i-z, bu miz. Bunisi P-I-R. Pir, ya'ni miz bu stol degani, parta degani. Pir bu qari,
ya'ni yoshi katta, nuroniy degan ma'noni bildiradi. Bu so'z o'rtasida kelganiga misol. Endi so'z oxirida kelganiga misol keltiradigan bo'lsak, mana B-X-O-R-I. Buxoriy bu pechka degani va yana bitta misol Sod nun de le-i. Ana sandali bu stul degani. Demak so'z boshida in bu so'z boshida eron, miz stol, pir qari, buxoriy pechka, sandali stul bo'lib hisoblanadi. Endi 3-cho'ziq o'g'limiz buni vov bilan ifodalaymiz. So'z boshida kelganda xuddi i kelgani singari vovdan oldin bitta alif keladi. Misol keltiramiz. Alif va vov. Bo'ladi, ya'ni kishilik olmoshi. Men sen dagi 3-shaxs birlik. O'zbek tilidan deymiz. Bunisi mana t. Ya'ni bu ut avgust oyi bo'lib hisoblanadi. Forscha aytilishi ut bo'ladi. So'z o'rtasi va so'z oxirida faqat vovning o'zi bilan ifodalanadi. Mana me-u-re. Bu chumoli bo'ldi. De-u-re. Uzoq degani. Mur chumoli, dur uzoq. So'z oxirida kelganida esa mana ke-de-u kadu va de-o ne-she-je-u doneshchu, ya'ni talaba degani. Takrorlaymiz. Ut avgust, mur chumoli, dur uzoq, kadu qovoq, doneshchu esa talaba bo'lib hisoblanadi. Mana bu aytganimiz uchala cho'ziq o'nli ham har doim cho'zib talaffuz qilinadi. Endi qisqa o'nlilarga o'tamiz. Qisqa o'nlilar a, e, ö so'z boshida alif yoki ayn bilan ifodalanadi. Aslida a ni zabar bilan, e ni zer bilan, ö ni pesh bilan berilishi kerak, lekin yozuvda ifoda etilmaydi. Shuning uchun so'z boshida faqat alif yoki ayn bo'ladi. So'z o'rtasida esa shu zabar ham, zer ham, pesh ham ifodalanmaydi. So'zlarga o'tamiz. Birinchisi a mana. A, B, R, abr, ya'ni bulut. A, B, R, U, abru, ya'ni bu qosh degani. Keyingisi ayn, qof, lom, aql, ya'ni aql, hush. Keyingisi alaf, ya'ni o't degani. Mana ayn, lom, fe, alaf, o't. Keyingisi dol va re, dar, eshik. Keyingisi dol, nun, dol, alif, nun. Ya'ni bu yerda zabar bor, don bo'ladi. Abr, abru, aql, alaf, dar, don. Tarjimalarni aytdik. Keyingi tovushimiz bu ham alif yoki ayn bilan beriladi so'z boshida. Emruz mana alif bilan. Emruz bugun degani. Imtihon, imtihon degani. Bunisi ilm, ya'ni arabcha so'z bu, bizda ilm deymiz. Keyingisi pedar, ya'ni ota. Keyingisi kuchek, ya'ni kichik degani. Bu yerda demak alif bilan, bu yerda ayn bilan berilyapti. Bu yerda esa aslida zer bo'lishi kerak, lekin yozuvda ifoda etilmaydi. 3-qisqa o'nlimiz so'z boshida alif bilan va ayn bilan ifodalangan. So'zlarni ko'ramiz. O'rdak, ya'ni o'rdak. O'zbekiston, O'zbekiston. Bu Umar yoki Umar ham desak bo'ladi. Ya'ni Umar ism. Bunisi Osmon, ya'ni Usmon deymiz. Keyingisi bular hamma so'z bosh deydi. So'z o'rtasidagi shakliga ana shin, tere, sho'tor bo'ladi va sho'tor bu tuya degani. Bunisi doktor, ya'ni qiz bola, qiz farzand degan ma'nolarni bildiradi. Bu qisqa o'nlilar bo'ldi. Endi o'ni so'z oxirida vov tovushi beradi.
buni keyinroq ko'rib o'tamiz boshqa darslarda. Bugun bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Qaytaramiz. Cho'ziq o'nlilar fors tilida doim cho'zib talaffuz qilinadi, qisqalari esa doimo qisqa talaffuz qilinadi. O'tilgan so'zlarni, qoidalarini o'rganinglar, qolganlarga ham baham ko'rib tarqatinglar. Obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar obuna bo'linglar. Diqqat e'tiborlaringiz uchun rahmat. Doimo salomat bo'linglar.